Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Andijon viloyati Ulug'nor tumanida ishlab chiqarish, maktab, bog'cha yoki xususiy klinika uchun Ulug'nor tumani markazidan sizlar uchun ajoyib arzon narxlarda zo'r joy topib qo'ydik. Sizlarga maqtayotgan ushbu joyimiz 20 sotix yer maydoni hamda 3 qavatdan iborat bo'lib, har bir qavati 705 kvadrat metrdan tashkil topgan. Bu esa arqa tomondan kirish xoti hamda pajarniy xoti uchun juda ham qulay. Bu tarafga keladigan bo'lsak, binomizning arqa tarafi 15 sotix quruq yer maydoniga ega. Bu tomoniga qo'shimcha binolar uchun alohida betonlar ham quyilgan. Biz sizlar bilan hozir binomizning birinchi qavatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Kirishimizda biz o'ng tomonda 3 xonadan iborat bo'lgan, bunday katta zal bor ekan. Ikkinchi xonada bu yerda hozirda ishlab chiqarish tikuvchilik ishlari olib borilyapti. Bu tarafdan chiqishimizda esa o'ng qo'lingizda ajoyib qo'l kutadi sizni. Bu yerga ofis qilsangiz ham yoki qabulxona qilsangiz ham bo'laveradigan joy. Birinchidan o'ng qo'ldagi xona, o'ng qo'lda yana bir xona, chap qo'lda bir xona. Bu yerda jami tepa past 42 ta xonalardan iborat bo'lib, mutlaq maza qilib foydalanishingiz bo'ladi. Bu joyimiz SSR davrida qurilgan. SSR davrida bilasizlar, bunaqangi shlaka bloklar bo'lmagan. Bu shlaka bloklar hozir bu yerda eshik ochib xonalar bo'lingandan yo'q qilingan. Deyarli 100% bu yer deyarli 100% pishkanishda bo'lgan ekan. Har bir xonalarni imkon qadar jicha ko'chgan joylarni ko'rib, ozgina ko'chgan joylarni ko'rib chiqdik o'zimiz, pishkanishda bo'lganmi, bo'lmaganmi ishonch hosil qilish uchun. Keyin o'yladim, SSR paytda bu shlaka bloklar bo'lmagan-ku, albatta pishkanishda bo'lganda yoki beton quyilgan. Mana qiltalari ham qalin, o'zi binoni o'zi bir savlati bor ekan qalinligiga. Endi sizlar bilan birgalikda bu binomizning ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavati uy-joy uchun hujjatlari berilgan. Birma-bir ko'rib chiqsak, bu xonasi juda ham katta xona ekan. Bunisi katta xona. Shu xonasini birgalikda ko'rib chiqsak, bu yerda hozir tikuvchilik ishlari bo'lib, tikuvchilik bilan shug'ullanishyapti. Bu oshxonasi, bu dam olish xonasi ekan. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu yerda jami 6 xona tayyor xona bo'lib, o'ng tomoningiz hamda chap tomoningiz ro'para xonalar. Xonalar ichi juda ham keng hamda shinam ekan. Uy-joy qilib foydalansangiz bo'ladi bu etajni. Endi bu tomoniga kelsak, bu tomonlarni ham bo'lishyapti, remontlari ketyapti. Bu yerda hozircha qurilishlar to'xtab qo'ygan. Agarda oluvchi bo'lsa, o'ziga moslab, chiroyli qilib